36, 37, 38, 39, 40. 4000 ga Matischani onasini o'ppaganidan olib ketaman. Ye, o'rtoqlarim. Men qarang, kechagi 10x nima qilding? 10x tarqasiga Malibu Premier yopishtirdim-da, tiqib yubordim Malibu qilib. Ya assalomu alaykum, hurmatli do'stlarim. Nodir bilan do'st bo'lganim borlaringga shukur. Menga yordamlaring kerak. $4000 naqd pulim bor. Bozorda eng oldi Matizini qarz bo'lmasdan minib chiqib ketay deyapman. qancha naqd puling bor? $4000. Tintagmisan? Bozorda naqd pul qochgan. $4000 ga 3000 kredit chiqaramiz. Ideal Spark mindirib yuboraman. Qiynalib qolaman 7000 ga. Qiynalmaysan. Men qara, necha puling bor? 7000. Nima moshon olibsan? Spark. Qara, 7000 pulingga shuna $5000 qo'shasan, 12000 bo'ladi. 12000 ga qop-qora Gentra 100% tonirovkalar bilan beraman. Necha pul puling bor? 12000. Nima olmoqchisan? Gentra. 12 ga 8 qo'shamiz, 20 ga. Ideal Premier Malibu mindirib yuboraman. Malibuga qiynalib qolaman, jinnimiz. Qiynalmaysan. Malibuda qiynalib yurgan odam ko'rganmisanmi? Xursand bo'lib yura. Hozir men 20000 topsam, menga ana shu Premier Senga emas, Men yaqinlarga, o'zimga beraman. yaqinlarga. Birpas o'zingni qo'shib olasan, mashina. Yandex qilib ham uzaman-da, to'g'ri. Uzvarasan, Odamlar oyliging bor, ishing bor. voy do'st, yaxshi ham do'st tutingan. Malibu qo'yadi qizini beradi. Nodirdan $3000 foyda qilibmiz. Qara, mana shu $3000 ga bitta zo'r Matichni olib, o'sha Vikipga chiqaraveraymi? 3000 puling bor. Nima qilasan? Naqd ishlatib 2000 kredit chiqaramiz, Spark olib beraman. Menga o'tmaydi, o'zimizga Ha, qilamiz. mashinniklar ushadimmi? Nodir ko'zingga nima cho'p tiqib olding? Senlar Malibu olib bergandan beri ko'zimda cho'p turadi. Kechasi kunduz uxlamasdan Yandex qilib ham uzalmayapman, bankrot bo'lyapman. Senlar ko'zimga cho'p tiqdingmi? Men senlardek o'yinga. O'zingni bas. Shantaj qilma, nima uchun shantaj qilasan? Necha pul bilan kelding? 4000 naqd pul bilan kelganman bozorga. Tagida qara, 4000 naqd puling bor ekan. Matiz olmaysanmi? Naqd asal. Matizga deb kelganman. Kreditga olmaydi. Tag. Akalar yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Sizlar mashina olib berasizlarmi? Necha pul pulingiz bor? 5000 pulim bor. Nima olmoqsiz? Spark. Sparkni nima qilasiz? 5000 ga 10000 kredit chiqaramiz, Tracker zo'rini olamiz. Yuring aka. Aka. Sen tur. Jon aka, ishonmang bularga. Mashinniklarga ishonmang. Ishonmagin do'stingga cho'p chiqadi, ko'zinggacha uyib qo'yadi. Mashinniklardan zerikdim. Do'stim o'lgurlar. Isho hoy. Hoy hoy. Isho hoy. Hoy hoy. Dada pul bering. Hoy hoy. Senga erlikka nomzodlarni ona qizim, hammasini bittada chaqirganman. Sen ham meni tashlab ketib qolasanmi? Yig'lamen dada, xolasangiz tashlab ketmayman. Qa ketmaysan, ketaver, tushundingmi? Aktyorskiy qilib qo'yapman. Kelinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ha, qizimga nomzodlar, qayda o'qiysiz? Endi o'qimoqchiman. Qayda ishlaysiz? Endi ishlamoqchiman. Ya onangni bir. Qayda yashaysiz xatyapti? Qizingizga uylansam shu yerda yashayman. Iya, qizim senga happy lifemi? Sen o'zingni topfa birinchi, tushundingmi? Iya, ha o'g'lim jiddiysan, nima ish qilasan o'zing? Qassobmi? Yo'q, bu odamlarga go'sht sotmasdan hammasini o'zing yeganmisan deyman. Tushunmadim. Ya kuyovim bo'lsang sal hazilda ham ko'tar-da. Serios, men ham o'zim o'xshamadi. Latta. Ana nur, ana fayzi baraka. Uyga kirib kelganingdan savol javob qilmasdan qizimni senga berib olmoqchiman, peshanangdan. Nima ish qilasan? Men e'ligan generatorda ishlayman. Generator nima u? Generator tok o'chgan paytda sizni tok bilan ta'minlaydigan stanok. Uni 3 kilovatdan 1000-2000 kilovatgacha turlari bor. Bu restoran bo'ladimi, mehmonxona bo'ladimi, hamma yoq tok bilan ta'minlab beradi. Tushundingizmi? 2 yil servisga, 1 yil zavod defektiga garantiyasi bor. O'zbekiston bo'ylab dastavka, ustanovka bepul o'zim olib kelib o'rnatib beraman. Qayda bor ular? U Andijonda bitta filialimiz bor, Toshkentda ikkita filialimiz bor. Yana to'shda uyingda muammo bo'lmas ekanda, nevaralardan problema bo'lsa qarada. O'zim xohlasam o'chirib qo'ya olaman. To'ylar muborak, dollar kiyom meni. Faqat adajon, ikkalamiz to'ydan keyin yomon yurmaymiz ko'chada. Nimaga? Ikkita xunuk ko'rinadi. Paxta tersang toza ter, chanog'ida qolmasin. Qizni bersang kalga ber, uyda umuman to'shdan problema bo'lmasin. Menga qizini bermadi, men sevaydim uni, o'lib qolaydim bunga. Nima o'lyapti? Tire onang demgina. Assalomu alaykum, Yandex chaqiruvmidingiz? Uff, atela biznes chaqiruvni chiroyliroq yigit keladimi? Sochi yo'q chol kelganmi? Ne onangni demgina. Seni bu Yandex chachim bilan tortib ketmayman sizni. Voy, uzr akajon, sizdan bitta iltimosim bor edi. Faqat yo'q demang, iltimos, poddeshka qilib yuboring aka. Poddeshka? Nodir aka, to'yimizga ham ozgina qoldi. O'zingizga qarab chiroyli kiyinib yursangiz bo'lmaydimi? Babnik. To'yimiz? Bular necha pul ekan? Qarang, bizning Brand Rose do'konimizda hozir aksiya qilganmiz. Barcha tovarlar 99 ming so'mdan. Kimga olmoqchi edingiz o'zi? Sovg'aga olmoqchi edim. Bular necha puldan? Oyoq kiyim, shim, sharolarimizdan Luboy 99 ming so'mdan bu skidka 20-oktyabrgacha amal qiladi. Voy, zo'r ekan shu jonim. To'yimizga shunday kiysangiz yarashar ekan. Bu jenferlar necha pul ekan? Bular ham aksiyada 99 ming
Shahnoz? Razmeri nechi buni? O'rtoq, mana shularga men o'zim qaray. Shahnoz kim bu? Bo'laji, erim nima edi? Qanaqasiga ering? Men itta ishlab to'yimizga pul yig'ayotgan bo'lsam, sen qilib yurgan ishingni qara. Ko'rdim qanaqa ishlayotganingizni. Kim edi oldingizdagi oyimcha? Sen gapni burma. Bu kim bu? Kal. Onasini emsini aka bekor gapirsiz kaldichi opam chaqirib olib kal deydi siz ham aka men Yandexchi bo'lsam sizlarga aktyormanmi ishqiy munosabatlarni o'zlaring hal qilinglar hey sen ham suzilmasdan lo'ngni bir boqamda 42 ni mashinaga chiqarib qo'yaman tushundingmi O'zingni bos, nima deyapsan? Eminni yigitingni biqirlab bakkaga qoch Oh, bila. Oy, bila.